Assalomu alaykum hammaga. Doktor STEM fiziologiya fanini boshlaymiz. Bugun birinchi dars hujayra membranasi haqida gaplashib o'tamiz. Hujayra membranasi. Hujayra biologiyasi hamda boshqa fanlardan bizga ma'lum ikki qavat lipid hamda unga botib kirgan oqsillardan tashkil topgan deb qaraganmiz. Endi bularni chuqurroq o'rganib chiqamiz, ya'ni lipid qavati qanday strukturaga ega, oqsil qavati hamda bundan tashqari qanday tuzilmalar hujayra membranasida mavjudligini. Hujayra membranasida quyida ko'rib turibsiz, ikki qavat lipid, bular fosfolipidlardan tashkil topgan umumiy struktura hamda ularga botib kirgan hamda yuzasida hamda ichki tarafida joylashgan mana bu oqsil strukturalarni ko'rib turibmiz. Hujayra membranasidagi fosfolipidlar. Quyida pastdagi rasmda ikki qavat fosfolipidlarni ko'rib turibmiz. Endi bu fosfolipidni umumiy tuzilishi qanday? Bunda nega boshcha hamda oyoqchadan iborat? Mana bu fosfolipidni boshcha qism, ya'ni nega buni boshcha hamda oyoqcha deyilishi? Agar siz tasavvur qilib mana bu kimyoviy strukturani o'ziga nazar solsangiz, orqasidagi fonni olib tashlagan holatda u xuddiki bosh hamda ikkita oyoqdan iboratligini ko'rasiz. Endi bu bosh qismini bu yerda gidrofilik bosh hamda oyoq qismini gidrofobik dum deb atab ketilgan. Endi bu bosh va dum qismlarini alohida ko'rib chiqamiz. Bosh qismidan boshlaymiz. Bosh qismi nimadan iborat? Bosh qismida asosiy mana bu 3 atomli spirt asosini ko'rib turibmiz. Bu 3 atomli spirtda biz glitserol deb atardik. Shu glitserol asosdan tashkil topgan umumiy strukturani asosiy qismi ekan. Endi buni bitta uglerodi, kislorod, hamma uglerod o'zi kislorod orqali bog'lanyapti. 3 spirtlarni bilamiz, kislorod orqali bog'lanadi. OH-lari bor edi, o'sha vodorodlarning o'rniga endi boshqa bir strukturalar keladi. Bitta uglerodiga fosfat qoldiq kelyapti. Endi ikkinchi hamda uchinchi uglerodlarga qanaqa holatlardagi strukturalar kelyapti? Bittasiga saturated fatty acid, ya'ni to'yingan yog' kislotasi, keyingisiga to'yinmagan yog' kislotasi. Agar kimyodan xabaringiz bo'lmasa, to'yinmagan yog' kislotalarda bu yerda mana bu qo'shbog'ni ko'rib turibsiz. Qo'shbog' orqali bir-biridan ajratib olsa bo'ladi. Endi umumiy ma'noda ko'radigan bo'lsak, pastki qismi yog' kislotalaridan iborat. Yog' kislotalarini bilamiz. Yog'da yoqtiradi degan ma'noda lipofilik. Ya'ni filikus yoqtirmoq, lipid bu yog'. Ya'ni yog' tabiatli bo'lganligi sababli yog' tabiatli moddalarni yoqtiradi. Endi bu yerda gidrofobik, ya'ni bir-biriga teskari holatda yog' suvni yoqtirmaydi degan ma'noda. Gidrosuv, fobiya yoqtirmaslik, qo'rqmoq degan ma'noda. Bu yerda gidrofob suvni yoqtirmaydi. Yog'ni esa yoqtiradi. Bosh qismiga aytadigan bo'lsak, bosh qismi gidrofilik, ya'ni suvni yoqtiradi. Endi bu yog'ga teskari holatda nima bo'ladi? Lipofobik bo'ladi. Lipofob holatda bo'ladi. Mana bu yerda fosfolipidni ikki qavat tuzilmasini qanday joylashganini ko'rib turibmiz. Mana boshchasi hamda dumchasi bir-biriga qarama-qarshi holatda joylashgan, ichki hamda tashqi membranaga asoslangan holatda. Mana bu yerda botib kirgan oqsil hamda yuzada joylashgan oqsilni ko'rib turibmiz. Endi oqsillar bilan batafsil gaplashishimiz mumkin. Membranadagi oqsillar. Membranada quyida pastda oqsillarni ko'rib turibmiz. O'zi membranada oqsillarni ikkita gruppaga, integral oqsillar hamda periferik oqsillarga ajratdik. Integral oqsillar inglizchada nima qilib mnemonika qilib olsangiz, yodlab olish uchun bu ichkari degani, ya'ni ichkarisiga botib kirgan oqsil, mana integral membrane proteins, membrananing ichiga botib kirganini ko'rib turibmiz oqsil strukturasini. Endi periferiya biz o'zi anatomiya, fiziologiya fanlarida lotin tilida o'rganganmiz. Periferiya, ya'ni chetki degan ma'noni anglatadi. Bu periferik oqsillarni bu yerda ko'rib turibsiz. Peripheral membrane proteins, ya'ni mana bu sitozol
taraf bo'ladigan, sitoplazma taraf bo'ladigan bo'lsa, sitoplazma tarafdagisi ham periferik, tashqi tarafda bo'ladigan bo'lsa ham bu farqi yo'q, outside of cell deb ketgan bu yerda. Tashqi taraf tashqi membrana oqsili sifatida qaraladi. Endi integral oqsillar botib kirgan. Bu oqsillarga asosan kimlarni misol keltirishimiz mumkin? Ion kanallarni, transport proteinlarini, retseptorlar hamda retseptorlardan berdik G oqsilga bog'liq, guanizin trifosfatga bog'liq deb ketgan. Biz biokimyo fanlaridan ma'lum G oqsil yoki G proteinli retseptorlarni qanaqa tuzilishda desak, mana shunaqa hujayra ichiga botgan strukturada ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bular hammasi integral oqsillarga kiradi. Endi periferik oqsillarda hujayra membranasi ichida joylashmagan, ya'ni membrana ichida emas, yaxshilab e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, bu membrananing tashqarisida joylashgan bo'ladi. Endi bularda membrana tarkibiy qismiga kovalent bog' orqali bog'lanmagan bo'ladi. Shunisiga e'tibor beramiz, bog'lanmagan. Hujayralar aro birikish. Endi hujayralar aro birikishda bir necha turlari mavjud. Hujayralar aro birikishda tight junction, ya'ni zich birikish, adherence junction mavjud, hamda desmosomalar orqali, gap junction orqali hamda gemi desmosomalar orqali birikishlar mavjud. Bularni har biri o'ziga xos tuzilishga ega va o'ziga xos xususiyatlarni namoyon qiladi. Biz esa eng keraklisi bu yerda o'rganishimiz zarur bo'lgan tight junction hamda gap junction haqida ko'proq gaplashamiz. Bularni ahamiyati, klinik jihatdan ahamiyatini ko'rib chiqamiz. Endi mana bu o'rtadagi rasmda, o'rtadagi qismda mikroskopik ko'rinishlari, ultra mikroskoplarda yoki ultrastrukturasi qanday holatda ko'rinishini ko'rib chiqyapmiz. Endi tight junctionda, ya'ni o'ta zich birikishda claudin hamda okludin lardan iborat strukturalar, bularni o'zaro ikkita hujayrani bog'lab turadi. Cadherence orqali adherence junction bog'lanadi hamda desmosomalar orqali bog'lanishi mumkin. Gap junction connection degan oqsil strukturalar bor, ular orqali bog'lanishadi. Gemi desmosomalar orqali esa integrin, fibronektin, laminillarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Kollagenlarni ham ko'rishimiz mumkin. Endi bularni har bir mavzuda alohida o'ziga xos xususiyatlari bor. Hujayra biologiyasi fanida masalan laminin, fibronektinlarni chuqurroq kirib o'rganishingiz mumkin. Biz esa fiziologiya darsida asosan klinik jihatdan muhim ahamiyatga ega bo'lgan tight junction hamda gap junction haqida gaplashib o'tamiz. Zich birikish, zona occludens deb qo'yadi. Bunda tight junction, ya'ni o'ta zich birikkan, bularni ham juda zich birikkan holatda bo'lmaydi, to'liq zich holatda ular suv o'tkazadigan, o'tkazmaydigan turlarga ajratib qo'yishadi. Mana suv o'tkazmaydigan hamda suv o'tkazadigan. Bularda suvni o'tkazish kerak bo'lgan hamda ionlarni o'tkazish kerak bo'lgan qismlari bor. Ba'zi hujayralar bor epiteliy hujayralarda, ba'zilarida esa umuman modda ionni ham, suvni ham o'tkazmasligi kerak bo'lgan joylari bor. Bularda proksimal kanallar, umuman buyrak kanallarida zich birikish bo'ladi, lekin suv o'tkazadigan qismlari, teshikchalari mavjud bo'ladi. Suv o'tkazadigan teshikchalar buyrakda reabsorpsiyani ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Endi suv o'tkazmaydigani qanaqa bo'ladi deb aytadigan bo'lsak, suv o'tkazmaydigani asosan siydik qopidagini misol keltirishimiz mumkin. U siydik qopida juda zich joylashgan oralig'i, undan maqsad siydik qop to'lishi hamda bo'shashgan holatda qopcha hujayralari orasidan siydik massasini tanaga o'tib ketmasligi, boshqa qismlarga o'tib ketmasligini ta'minlab beradi. Hujayralar aro birikishda keyingi turi tirqishli birikish. Endi tirqishli birikish hujayralari asosan miokard hujayralarida mavjud bo'ladi. Bundan tashqari silliq muskullarda ham mavjud. Silliq muskul fiziologiyasiga kelganimizda uni batafsil ko'rib chiqamiz. Endi boya aytib o'tdik, connexon degan
oqsil strukturalardan iborat. Mana yopiq holatda, bunday holatda bo'lsa, ochiq holatda mana bu holatga keladi. Endi bular plazma membran ikkinchi hujayra, birinchi hujayraning membranasi bilan o'zaro bir-biri bilan bog'langan. Ya'ni bitta bu yoqdan bu yoqqa ion o'tkazishi mumkin, modda o'tkazishi mumkin yoki suyuqliklarni, hujayra ichi suyuqligini almashinishi mumkin bo'ladi. Bundan tashqari ion o'tganda bilamiz, natriy ionlari mavjud bo'ladi hamda kaliy ionlari mavjud bo'ladi. Bular asosan harakat potensialida muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Endi harakat potensialida muhim ahamiyatga ega bo'ldi degani bir-biriga elektr impulslarini o'tkaza oladi degani. Ayniqsa bu yurak muskullarida mana bu harakat potensial belgisi bitta hujayradan ikkinchi hujayraga, mana gap junction bu yerda ko'rsatib o'tilgan, bitta hujayradan ikkinchi hujayraga elektr impulslarini o'tkazishi mumkin bo'ladi. Bitta hujayradan ikkinchi hujayraga. Endi bundan tashqari faqatgina elektr impulslarini emas, balki mana bu ikkita hujayra o'rtasida bo'ladigan bo'lsa, o'zaro pH muhitini ham normallashda ishtirok etishi mumkin. Masalan, yurak infarkt bo'ladigan bo'lsa, buni ahamiyati juda ham katta, chunki bitta hujayraning shikastlanishi natijasida pH ni tushib ketishi, ya'ni kislotalilikni oshib ketishini kuzatishimiz mumkin. Bu bitta hujayrada kechmaydi, sizlarga muqobil sifatida bitta hujayrada ko'rsatib o'taman. Bitta hujayrada mabodo kislotalilik miqdori oshib ketdi, biokimyo kursdan ma'lum, laktat miqdori oshib ketishi mumkin. Laktat miqdori kislotalilikni kuchaytirib yuboradi. Shuni hisobiga pH ni tushib ketishi hujayrani shikastlashi mumkin. Hujayra shikastlanish boshlanganda endi o'zidagi mana bu gap junctionlar orqali yonidagi hujayraga o'zini ichki suyuqligini o'tkazib, bir-birini neytrallab olishi mumkin bo'ladi. Bundan tashqari u keyingi hujayraga ham o'tkazishi mumkin bo'ladi. Xuddi elektr impulslarini biridan ikkinchisiga o'tkazgani kabi bu ichki muhitni ham bir-biriga o'tkazishi mumkin. Buni foydali jihati shu shikastlanishni oldini olish bo'lsa, endi shikastlanish ko'plab yuz beradigan bo'lsa, buni zararli jihati bor. Miokardda katta bir paytning o'zida kattagina o'choq paydo bo'lib qolishi mumkin. Ishemik o'choqni nazarda tutaman, kattagina ishemik o'choq paydo bo'lib qolishi mumkin. Endi qisqarishlar bunga ketma-ketligi esa gap junctionda juda foydali hisoblanadi. Ayniqsa ichak hamda yurak sistemasida juda muhim kasb etadi. Bugungi birinchi darsimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Qo'shimcha ma'lumotlar olish uchun asosan ingliz manbalaridan foydalanishingiz mumkin. Agar o'zbek tilidagi manbalar, chet el tarjimalaridan foydalanmoqchi bo'lsangiz, Cell Biology hamda BRS Physiology kitoblari mavjud. Shu ikkala kitobdan bilimlaringizni mustahkamlab olishingiz mumkin o'zbek tilida. E'tiboringiz uchun rahmat.